Sizning farzandingiz aniq prezident maktabiga kira olmaydi. Assalomu alaykum hurmatli ota-onalar. Sizning farzandingiz prezident maktabiga kira olmaydi agarda kunlik vazifalarni yetarlicha bajarmasa. Chunki prezident maktabiga kirish shunchalar qiyinki, kunlik vazifalarni oshig'i bilan bajarib yurmasa, sizning farzandingiz aniq prezident maktabiga kira olmaydi. Aynan kerakli kitoblarni tugatmasa, prezident maktabiga kira olmaydi. Undan tashqari prezident maktabiga kirishda ustozni to'g'ri tanlash kerak. Ustozni to'g'ri tanlamasangiz, u kerakli kitoblarni bajartirish tugul, uyga vazifalarni ham bajartirishni uddalay olmasligi mumkin. Buni aytmasang ham bilamiz deyishingiz mumkin, lekin bizni eng talantli bo'lgan o'quvchilarimiz, misollarni eng tez ishlay oladigan o'quvchilarimiz ham soat kechasi 11 gacha mashq qilishiga va mana shu aynan shu o'quvchilar prezident maktabiga kirganiga guvoh bo'lganmiz. Sizga bermoqchi bo'lgan maslahatlarimdan farzandingizga haftasiga kamida 2 bora test ishlashini ta'minlang. Albatta test olgan bilimlarini mustahkamlaydi. Undan tashqari farzandingizni o'z bilimini ham, fikrlashini ham orttirib boradi. Undan keyingi maslahatim, farzandingiz uyga vazifalarini o'zingiz tekshiring. Misol uchun daftarini ochib, birinchi misolni qanday ishlagani, ikkinchi misolni qanday ishlaganini o'zingiz tekshirib boring. Bu juda ham muhim. Sababi ota-onalar farzandlar nima qilayotganini ko'p ham e'tibor berishmaydi. Ko'p holatlarda farzandlar uyga vazifalarni qoniqarsiz darajada bajarib kelishadi.